O'zbekistonda +45 daraja bo'lish munosabati bilan ayroq hamda okroshkalarning sezonini ochiq deb e'lon qilyaptik. Videomizni kuzatib turing. Bu okroshka boshqalaridan albatta ajralib turadi. Retseptimiz noodatiy. Bizga kerak bo'ladi bodring, kolbasa, xohishingizga qarab go'sht mahsulotlari so'zingiz ham bo'ladi. Tuxum, zelen hamda tabga ko'ra ziravorlar. Barcha mahsulotlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib mayda kubikcha shaklda to'g'rab olamiz. Birinchi bo'lib bodring, kolbasa, 12 tadan tuxumni to'g'rab oldik hamda bitta idishga solib, ustidan mayda qilib to'g'ralgan zelenni ham solamiz hamda yaxshilab aralashtirib kefir bilan zapravka qilamiz. Xohishimizga qarab tuz hamda ziravorlarni ham aralashtirib olamiz. Endi navbat sirli mahsulotimizga. Biz konservalangan cho'xordan foydalanishga qaror qildik. Bir marotaba shu usulda tayyorlab yeb ko'ring. Ishoning, sizga albatta mazasi yoqadi hamda boshqa okroshkalardan ajralib turadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy kutaman.